Assalomu alaykum hurmatli yurtboshimiz. G'uzor tumani hokimi, Qashqadaryo viloyat hokimi G'uzor tumanida shunchalik bir e'tiborsiz bo'lib ketdimi? Kelgan rahbarlar faqat restoranni yurmasdan bir obod bo'lgan joylarni ko'rsatmasdan mana bu xalqni qanday, qaysi holatda bemorlar, homilador ayollar mashinani ichida tug'ib qo'yyapti. Mana bu holatni ko'ringizlar, iltimos. Xalqda ozgina bo'lsa ham o'ylangizlar. Xalq bor, sizlar bor. Iltimos e'tibor berishlaringizni yana ham bir bor so'rayman. Mana qarang, mana bu yerda qarang. Ko'rdingizmi? Yo'lda remont qilmagan Mirjan Dotani yo'lini 1 oy, 2 oydan beri shu holatda yotibdi. Mana xalq ko'cha aylanib ko'chalar bog'lab qolyapti. Iltimos e'tiborli bo'lishlaringizni so'rayman.